Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlarni sevaman. Inson dunyoga kelibdiki, har bir insonning hayoti o'ziga xos dasturga va taqdirga ega. Taqdir bu Allohning bergan taqdiri. Taqdir tasdiq, ya'ni seni tanlovingga ko'ra va taqdiringga ko'ra deyiladi. Alloh har bir insonga tanlov huquqini bergan va u o'zining taqdiri azalini ham yaratgan, ya'ni bizga. Shunday ekan, bu nima degani? Har bir inson dunyoga kelgan vaqtidan boshlab toki necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, 7 yoshdan 70 yoshgachami, siz hozir ayni qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, quloqlaringiz orqali, ko'zlaringiz orqali va so'zlaringiz orqali bu badanlarda, bu qon tomirlaringizda va sizni ko'rinmas bo'lgan aurangiz, ya'ni energetik maydonlaringizda o'ziga xos kirlanish bo'ladi. Bu kirlanish ya'ni ong ostida bo'ladi. Ong osti degani insonning tanasini har joyi bo'lishi mumkin. Bo'g'imlaringiz, suyaklaringiz, qon tomirlaringiz bo'lishi mumkin va bulardan shifolanish, mutlaqo xalos bo'lishingizga juda ham ajoyib imkoniyat bor sizda. Hozir har bir narsaning, e'tibor qiling, har bir narsaning o'zini vaqti bor. Ya'ni kelishni ham, ketishni ham o'z vaqti bor va har kim o'zini hayotiga faqat o'zi javobgar. Siz hozirgacha kimnidir ayblab yuribsizmi? Demak, siz yana blokdasiz. Siz hayotingizdagi bo'layotgan voqea vaziyatlarda kimnidir ya'ni buni xatosi bilan deyapsizmi? Yana siz blokdasiz. Bulardan qanday chiqish mumkin? Va bu muammolardan, bu qarzlardan, bu tushkunlikdan, ya'ni ruhiy tushkunliklardan, umuman olganda muammolar degan so'zdan qanday chiqish kerak va muammolar asli nima? Bulardan mutlaqo xalos bo'lish uchun ayni vaqti, ya'ni koinotda, borliqda siz negativ dasturlardan va bloklardan, sizni badaningizda, energetik maydonlaringizda, siz quloqlar, ko'zlar, ongingizda, his-tuyg'ular, sezgilar orqali siz o'zingizga joylab olgan bloklaringizdan mutlaqo xalos bo'lishning ayni vaqti, ya'ni kuz fasli va o'ziga xos yana biz bilgan tozalanishingiz uchun va bulardan bir umrga xalos bo'lishingiz uchun ayni vaqti. Shuning uchun men 19-dan boshlagan edim, lekin biz sizga reklamalarda ulgurmagan bo'lsak uzr, lekin hozirdan, bugundan boshlab to'lov qilib bu kursga qatnashganlar bunga ulgurishadi. 11 kunlik seans meditativ shifo kursimizga start berilgan. Ya'ni siz uchun juda ham ajoyib imkoniyat. Bundan foydalanib qoling. Marhamat. Siz hayotingizni o'zgartirish uchun faqat o'zingiz javobgarsiz. O'z hayotingizga o'zingiz javobgarsiz va o'zgarishga ham o'zingiz qaror qilasiz va hayotingizni o'zgartirasiz. Buni qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Men sizlarga buni dars jarayonida o'rgatib boraman. Va bundan tashqari eng muhim joyi, men sizlarga ayni shu seans kursida qatnashgan o'quvchilarim uchun pul sanashning o'ziga xos sir asrorlari va pul energiyasi bilan qanday bog'lanish va pul energiyasini qanday tozalash haqida bilimlarimni beraman. Ya'ni u sovg'a. Shu kursda qatnashganlar uchun marhamat, shoshiling. Ya'ni joylarimiz cheklangan, vaqt ham qarab turmaydi. Sizni tozalanish vaqtingiz ayni shu damdan boshlanadi va necha kun davom etishini men sizlarga dars jarayonida aytib beraman. Salomat bo'ling, kuzatishda davom eting. Sizlarga bundan da qiziq bilimlar va ma'lumotlar bilan